Mana yana bir yangi joyga kelib oldik. Qoliplarni bir vagon qilib to'kdik. Hammasi bor. Tak, uy mana. Bu yerga 6 ta tushadi. Uyda umumiy eni 1980. O'shanga 6 ta qo'yadigan bo'lyapmiz. Hammasini sentrga oldik. Chunki uyda usti shunga minadi oxiri. Uyda tepasi navis alohida, past alohida bo'lmaydi. Pastlarni kovlayapmiz, padushka qo'yish uchun. Bitta, ikkinchisi mana bu yerda mana hozir qoqilgan. Uchinchisini kovlayapti, to'rtinchisi naryoqda. 5-6 ta. Bu tomondan ko'rinishi. Mana bu oxirgisi. Endi padushkani sal plyus-minus hech narsa qilmaydi, o'ngga chapga. Tepasini bir xil qilsak, qolgan ustunlar nasib chiroyli chiqadi. Bismillah deb padushkani boshlab oldim. Birinchisi. Mana 6-padushkani ham qo'yib bo'ldik. 1 2 mana bu 3, bu 4, bu 5, unisi 6. Endi nasib qilsa stakanlarga navbat. Mana stakanlarni ham qo'yib bo'ldik. Liniyalari mana bitta liniyada. Quyoshga yaxshi ko'rinmayapti ekan. Mana bu tomondan qaraymiz liniyasini. Qornilari ham bitta liniyada turibdi. 6 ta stakanni qo'yib bo'ldik. Ertadan nasib qilsa tepasini qo'yamiz. Bu tomni usti bilan birgalikda qo'shib yopilar ekan. Mana birinchisini olish esdan chiqib ketdi-da. Kuchli mehnatdan birinchisini oldik, ikkinchisi ham shu yerga yetib qoldi. 3 4 5 6 lar qolganlari naryoqda. Hammasini bitta liniya qo'yib chiqqanmiz. Yana dalcha olaveramiz videoga. 4-chisini tugatdik. Mana padushka, stakan, hammasi chiroyli bo'ldi. Qornidagi gullari bilan. Nasibsa endi bu tomondagi ikkitani yechib kimga yoqqa qo'yamiz. Arvamizga qoliplarimiz siqmagani uchun 4 ta qolip qo'yganmiz bu yerga. Chotki. Kechasi soat 8:14. Mashinada yorug'ida ishimizni yakun qildik. 6 ta bo'ldi. 6 ta stakan, 6 ta padushka tepasi ustunlari bilan, uyda usti bilan bu kirisha qo'shib yopiladi. Har birining orasi 3,5 metrdan bo'ldi. Sentrdan sentrgacha 3,90 bo'ldi ustunlarning orasi. 20 lik sho'yillar tashlanadi, ma'lumot uchun bu. Kim uy qursa, yana bir xil qilib yopiladi. Uyda tomi bu tomonni shu ustunlarning ustiga tushadi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerga telefon qilsalaringiz qilib beraveramiz. Sifatli qoliplarni Xitoy davlatidan olib kelib beraveramiz. Mana shu birinchi olib kelgan qoliplarimiz 2019-yil olib kelgan qoliplar. O'shalar hali ham ishlayapti. Sifatli qolip necha yil chidaydi deganlar uchun mana shu ma'lumotlar. Umumiy balandligi 3,90 bo'ldi. Padushkani uyda padushkasidan 10 sm pastga oldik. Shunda steshka bilan mana bizlar qo'ygan ustimda tagidagi padushkasi bilan narigi tomon bir xil bo'lib ketadi. Sirdaryo viloyati Xovos tumanidagi ishimizni ham tugatdik. Mana 6 ta quyildi. Uy bilan ustimda chegarasigacha 4,5 metr, har bir ustunlar orasi 350 ekan. Mana shu yerdan narigini chegarasigacha. Uy ustidan buni ustigacha 4,5 metr. Mana kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandan nomerga telefon qilsalaringiz
qilib beramiz. Sifatli qoliplarni Xitoy davlatidan olib kelib beramiz. Mana endi kunlarimiz yaxshi bo'lib qoldi, shuning uchun bittada yechyapti. Mana bu ikkitani o'tgan kuni yechuvdik, bu to'rtalasini bugun yechdik. Mana o'zi sirasi oqarib qoldi. Liniyalari. Mana umumiy ko'rinishi. Katta kadrda. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, telefon qilsangiz qilib beraveramiz.